Asalarim, mehmonlar kelishi bilan qo'limizni ko'ksimizga qo'yib, assalomu alaykum deymiz va marhabo maktabga she'rini bir qatordan shoshmasdan yod aytib berasizlar. Shahzoda, seni qo'lingga non tuz beramiz, mehmonlarga taklif qilasan. Ana undan keyin hur vatan bolasiman qo'shig'iga raqsga tushasizlar. Shunaqa bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Bu qizaloqlarni sovuqqa olib chiqib nima qilyapsizlar? Komissiya kelishi kerak. Tayyorgarlik ko'ryapmiz. Nimaga siz qalin kiyingansiz? Bu qizaloqlar yupun kiyinishgan, chomonlab qolishadi-yu. Qani qizlar, ichkariga kiramiz. Marhamat. Yo'q, tushunmadim, siz nima qilyapsiz? Bo'linglar. Sizga gapiryapman. Siz kimsiz o'zi? Men shu Target maktabini ma'naviyat yetakchisiman. Bu Target maktabi xususiy maktab ekanligini bilasizmi? Bu yerda ota-onalar farzandlarini pul to'lab o'qitishadi. Hozir o'quvchilar qayerda bo'lish kerak? Darsda bo'lish kerak. O'quvchilar darsda bo'lish kerak bo'lgan paytda siz ko'zbo'yamachilikka tayyorlayapsiz ularni. Bunaqangi maynavozchilik tashabbusi kimdan chiqdi? Mendan chiqdi. Bu ish ma'naviyati past, o'quvchilarni kaltaklaydigan, pasuda mo'yka tushunadigan ishimiz. Yaxshisi siz oshxonangizga borib, idish-tovoqlaringizni yuving. Uzr. Xatimni bilmadim. A bilan -2 qisqarib ketadi va 7a dan -5a ayirsa 2a chiqadi. Barakalla Robiya, baribir o'qituvchini farzandi ekanligingiz bilinadi. Ustoz, buni adasi o'qituvchi emas, oshxonada idish tovoq yuvadi-yu. Husan, mana adam idish tovoq yuvmaydilar. Mana adam o'qituvchilar. Mana adam eng zo'r o'qituvchilar, eshitdingmi? Dada. Qizim, nima bo'ldi? Nima yig'layapsan? Kim xafa qildi? Hech kim xafa qilmadi. Nima bo'ldi? Dada, siz oshxonada ishlamang. Nima bo'ldi? Dada, siz o'qituvchisiz-ku. Dada, siz dars bering. Bo'ldi, xo'p qizim. Albatta. Xo'p. Men qara, darsing tugadim? Ha. Bo'pti, sen hozir kitob daftarlarni yig'ishtirgin. Men ishlarimni qilib bo'laman. Keyin uyga ketamiz, xo'pmi? Xo'p. Bora qizim. Bora. Qanaqa ariza? Startiya bilan bo'shatasan.